Familiyangiz kim dedingiz, oka? O'zkanov diyor. Menga xizmat guvohnomangizni ko'rsating birinchi, oka? Kimi 26gacha ekan bo'ldi. Keling, menga o'zingiz to'laqonli bilan tanishtirmadingiz, oka. Bunda keldingiz. Tanishtirmadingiz. Ha, bo'ldi, ko'rsatib bering, oka. Qog'oz protokolga yozasiz. Bo'ldi, qog'oz protokolga yozasiz, oka. Qog'oz protokolga yozaman. Bo'ldi, keyin. Hop, signal qayta jihoz-da. Bo'ldi, qayta jihoz bo'lsa, oka. Keling, ichidagilar tushun. Bo'ldi. Yo, tushirmayman, siz menga isbotlab bering, signal qayta jihozligini, oka. Bo'ldi, siz meni e'tiroz bor, ha? Hop, e'tirozim bor, oka. Qarab turing. Mana bu qarab. Biz mashina o'chirib qo'ya birimiz. Qarab turing. Bayonnoma bilan tanishdim, o'zimni mashina ko'rdingizmi? Ha, bildim. Mana yerga e'tiroz yozasiz. Ha, E'tiroz yozasiz. Keyin men ustiga e'tiroz qilasiz. hop, siz ustingizda shunday ham e'tiroz qilaman. E'tiroz qilasiz, keyin sudda gaplashamiz deganamiz. Bo'ldi, oka. Qayga biriktirilganingiz, men bilib olaman, oka, birinchi. Qayga biriktirilganingiz, men bilib olaman birinchi. Qayga biriktirilganingiz bilib olaman. Menga navbatchilik qismining nomerini bering. 234. Yapsizmi? Ha, kiritdi, chaqiraman. Ko'rdingizmi, hozirmi? 69 bilan yozdim. Ha, tayyorgarlik, izimi. Yangilik so'rayapti. Assalomu alaykum. Obulgaga tushdim, Mo'g'an Namangan shahar. O'zkanov Diyorbek aka, qaysi ko'chaga biriktirilganlar? O'zkanov Diyorbek aka. Alo, Aha. Alo. Mahallaga aytib qo'ydim, chiqmadi. Aytib qo'ydim, mana bu. 0146 ekan, necha raqamlari? Mahallani kirib ketdinglar. Vazini necha aka? 323. 323 ekan. Yanqo'rg'on tumani bo'ldi, xo'p, aka, rahmat sizga. Signal qayta jihozidingiz, ha, aka? Ha, bilganman. Yanqo'rg'onda. O'sha Yanqo'rg'on hisoblanadi. Yo, bo'ldi, bilaman, aka, Yanqo'rg'on ko'chasidagi. Signal qayta jihozidingiz, ha? Bu issiqda bular ham o'zini-o'zi. Aka, men tushunib turibman, lekin men insoniylik yuzasidan tushuntirdim. Jiyanlarim aytib ketdimi, anaga damogan etdi. Ulug'bek. Hop, signal qayta jihozim, aka? Ha, deyman. Hop, meni aybim bor ekan. O'ttiqcha odamman. Hop. Tushuntirdim. Bayonnoma yozib beraman deyman. Hop, siz tortaman deysiz, aka? Tortaman. Qog'oz protokol so'rayapsiz. Hop, qog'oz protokol so'radim. Qog'oz protokolga yozasiz. Men orqasiga e'tirozimni yozaman. Ha, bo'ldi. Lekin o'shan tortmaysiz. O'shan tortmaysiz. Bo'ldi, qog'oz protokol yozib berasiz, tortmaysiz. 3 ga yomg'irsa-da. Ya bo'lsa, morsan yo'qmi? O jarimadan bitta chiqyapti. Evet, chiqsa ishlar, problem tegilmas.
ekanda. Olha aí, ó. Alô, tá se leva. O sanki Şundan sonra başlarına gel. Var kalma karşı yok. O sanki Şundan 18-19 orkayla 200 lira. Ben yemek amattan yürü bu. 308, 323, 308. Ben to'xtatish sababingiz nima bo'ldi, aka? To'xtatish sababingiz tushuntirmadingiz. Nima to'xtatadigan? Ha? Nima to'xtatadigan? Yo, to'xtatish sababingiz bo'ladi-da, aka. Qoidabuzarligim bor ekanmi to'xtatib? Qoidabuzarlik aytdingiz. Qoidabuzarligim to'xtatganingizdagi bildingiz, to'g'rimi? Hop, undan oldin qoidabuzarligim, misol to'xtatish sababi bo'ladi. Majburdan aytib beringchi. Ha? Haydovchining majburiyatlari. Hop, xodim ha? Aytib beringchi. Hop, men sizga savol berdim, savol bering demadimmi, aka? Savol bering dedim. Vazirlar Mahkamasining 172-sonli va 970-sonli qarori bor. Hop. Shu sababli to'xtatdim. Shuni ogohlantirmadingiz-da, aka. Uni ogohlantirish kerak emas uni. Uni ogohlantirilmaydi. Qonuniy Hop, bunday tushuntirishingiz kerak-da. Nimani tushuntirishim kerak? Misol men bilmayman o'shani. Nimani? 975-sonli qaror desiz. Haydovchilik guvohnomani olganmisiz? Ha, olganman. Bo'ldi, olganingizda bilib olishingiz kerak edi-da. Shuning uchun so'radim. Men olgan paytimda 975 bo'lmagan. Bo'lgan. Nechchi bo'lgansiz? 2018 olganman. 2018 Mayda emas u. 2015-yilda chiqqan o'g'il. Buni bilishga majbursiz. Haydovchilik guvohnomani olganingizda o'qib olgansiz. Shuning uchun tanishtirilmaydi u narsa. Nurbek aka, ruchkasi yo'q? Ha, deyishlar, aka. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Qog'oz protokol so'radim, aka. Ha, bo'ldi aka, muammo yo'q. Bo'l. Qayerga yurasiz? Odimiz ko'proqmi desam? Jiyanlarim o'ynatgan, hep ketgan. Yo'q edi. Qo'yashi go'zal. Hozir aka, tashqarashtirib. Ha, o taqda mana kepini so'rama, haydab so'radi. Yana qo'shimcha kirityapti hozir. Bazaga. Ishlab qolsa bo'lib chiqaramiz.
Yangi Namangan tumani Yoshlik MFS to'xtaydi. Yoshlik ko'chasi dedingizmi? Yoshlik MFS to'xtaydi. Nechinchi? 97. Kim raqamiz? 95. 3-0. Hop. 54 44. 11 tayyorgarlik. Birinchi armon futbol 11. Meni dalni mana shu yergacha. Mana bu yer siz familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, millatingiz, haydovchi yo'qnomangiz, yashash manzilingiz, damangiz rusumi, kimga tegishliligi. Menga O'zbekiston Respublikasi imzolagan 294-moddasida berilgan huquq va majburiyatlarni tushuntirilgan degan edi. Mana tushuntirilgan murojaat qilish to'g'risida. Yo'q. Imzo qo'yasiz. Orqasiga e'tirozim yozaman. Yag'in to'ldirilganlar aytamiz. Yag'in orqasini to'ldirib aytamiz. Karşı 11. armonlarımız verdiler. Keling, aytib ketay. Ushbu transport vositasi Yangiqo'rg'on tuman
hududida Ko'cha nomi nima deydi? bilmayman o'shani. Bilishingiz kerak bo'lgan. Advon qishlog'i. Ya qishloq ko'cha nomi bo'ladi-da. Trassa Namangan Yangiqo'rg'on ulug'chi trassa hisoblanadi. Yo, trassa hisoblanadi. Misol, o'sha ko'cha nomi bo'ladi. Yo'q deydi. Mahalla-ku bu Yo, qishloq. mahalla misol ko'chaga nom beriladimi, aka? Yo'q, bo'ldi. Shahar trassasi. Bo'ldi, shahar kilometr trassasi bo'ldi. Namangan shahar Yangiqo'rg'on tumani bog'lovchi yo'q hisoblanadi. Ha, bo'ldi. Kilometr chiqadi xolos bu yerda. Radarga tushsangiz ko'cha chiqmaydi. Yo, men tushganimda Namangan ko'chasi deb chiqqan. Nima shay tushganman? Namangan Yangiqo'rg'on yo'nalishi. Namangan ko'chasi deb chiqqanda, aka. Men oldamayman. Men o'sha bilaman, o'shaning bilarmikin dedim, so'radim. O'shan uzoqda-da Yo, mana men ko'rsatib qo'yaman. Ko'cha nomini men chiqarib turasiz. Tushgaz. Men shay tushganman. Qayda? Ha, shayda, Nexus uchirgan. ko'chasini ko'rsating cho'pda agar shiyda tushgan bo'lsa. Mana aka Namangan ko'chasida yozib qo'ygan. Tekka. Qayda turganingiz? Namangan bilan Yangiqo'rg'on bog'lovchi yo'l. Ha, bog'lovchi yo'l mana. Men Namangan ko'chasi dedim, aka. Namangan ko'cha emas bu. Ha, bo'ldi, xo'p, ko'cha bo'lmasa. Beraylik, men mashina laboga qo'yib Yo'q, beraman. mashina yozib bering. Mashina laboga yozib beraver, ha? Yo'q, mashina yozib bering. Nima deb yozyapsiz? O'zini tanishtirma dedi yozdi. Qonunni so'ramaysizmi hozir? Aziz manga aytishingiz kerak-ku, aytishim kerak bo'lgan narsa. Men sizga aytib yozib ketasan, bu yoq bilan gaplashib ketdingiz, to'g'rimi? Hozir o'shaning uchun nima deb Siz aytib narsa qildingiz, lekin yozitganingizni aytmadingiz. Nima deb yozitganingiz, aka? Sizga nima deb yozganimni? Bo'ldi, aka, bo'ldi. Ayt yozaman dedingiz, keyin o'zingiz yozib ketdingiz. Yozib yotdim, bu yoq bilan gaplashib, xo'p, yozib bo'lgandan keyin aytaman. Bo'ldi, xo'p. O'qib beraymi? Ayni o'qib berasiz. Yozib bo'ldingizmi, yozib bo'lmadingizmi? Yo'q, yozaman hali. Ushbu transport vositasi Yangiqo'rg'on Namangan hududini bog'lovchi yo'lda to'xtatib tekshirilganda ortiqcha odam olib, korxonada tutilmagan tovush chiqarish signalini o'zgartirib, Qayta jihozdingiz, xo'p. tovush chiqarish Yo'l harakati uchun bir gapira olaymi? Xo'p. Keyin gapira olasiz. Yo'qmasam gapira olaymi, eshitib turay. Xo'p, gapiravering bo'pti, aka. Hamda xavfsizlik kamaridan foydalanmay kelganligi uchun ma'muriy bayonnoma tuzildi. Bo'ldi.
Kichkinaroq yozsam anagacha qilmish. Alt taksisiga. Biz o'tiramiz. Böyle mana shu böyle. Yerga tasdiqlab, meni qarab qo'ying. Bana aytgan imzo qo'yib qo'yaman. Men pastda chizib qo'ying. Mana bu. Mana buni ish ko'rib chiqish joyida. Böyle. Yangi qo'rg'on ko'rib turadi-ku. Böyle loqqa ko'rib chiqsam, mana shuni rasmga olsam bo'ladi. Nimaga? Nimaga mumkin emas? Mumkin emas-da. Bo'lmasa o'zgar. Böyle loqqa. Salomat bo'lasiz.